Assalomu alaykum Migratsiya O'zbekiston qadrli obunachilari hamda bizni yangidan tomosha qilayotgan kuzatuvchilar. Bugungi vakansiya Germaniya haqida bo'ladi hamda Germaniya haqida to'liq ma'lumot, Germaniyaga kimlar ishga bora oladi, O'zbekiston fuqarolari hamda O'rta Osiyo fuqarolari. Bu yerda Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, Turkmaniston va O'zbekiston, ya'ni Markaziy Osiyoning sentri, markazi. Ya'ni mana shu davlat fuqarolari Germaniyaga ishga borishi mumkin hamda sizga taqdim etayotgan vakansiyalarda bemalol mana shu 5 ta davlat fuqarolari hujjat topshirishlari mumkin bo'ladi. Germaniyada hozirda to'g'ridan to'g'ri ishchi vizalari bor va bo'sh ish o'rinlar soni Germaniyada hukumati O'zbekistonga 50 ming nafar bo'sh ish o'rinlar taqdim etgan. Mana shu bo'sh ish o'rinlar 1 yil oldin taqdim etilgan. Haligacha mana shu ish o'rinlarida raqobat bo'lmaganligi uchun 40 ming nafar bo'sh ish o'rni shundayligicha turibdi. Ya'ni sizga nima uchun Germaniya davlatda 40 ming nafar O'zbekiston fuqarosi yig'ilmadi? Sababi Germaniya davlatiga ishchi vizaga hujjat topshiradigan fuqarolarning ko'pchiligi nemis tilini bilmaydi. Ya'ni siz Germaniyaga to'g'ridan to'g'ri ishchi viza olmoqchi bo'lsangiz, nemis tilini bilishingiz so'raladi. Ayrim hollarda rus tili, ingliz tilida ham ketishingiz mumkin. Bu xususiy bandlik agentliklari tomonidan sizga taqdim etiladi bu ish o'rinlari. Xo'p, endi Germaniyada rus tili, ingliz tili, nemis tili amal qiladi. Siz ishga bormoqchi bo'lsangiz, hozirgi videoda Germaniyadagi bo'sh ish o'rinlari haqida to'liq ma'lumot beramiz. Bu ma'lumotlar Germaniyaga ketish xarajatlari qancha? To'g'ridan to'g'ri ishchi viza siz uchun xarajat qanchaga tushadi? Yevropaning birorta Polsha, Vengriya, Xorvatiya yoki Serbiya davlati orqali Germaniyaga o'tish sizga qanchaga tushadi va u yerda qaysi ish o'rinlarida kimlar ishga bora oladi? Mana shu haqida to'liq ma'lumot beramiz. Birinchi o'rinda sizga ya'ni kunlik Germaniyadan boshqa Yevropa davlatlari, Janubiy Koreya, Yaponiya davlatlari haqida kunlik vakansiyalarni o'qimoqchi bo'lsangiz, mana shu vakansiyaga hujjat topshirmoqchi bo'lsangiz, sizga hozir Telegram kanalimiz, ya'ni Migratsiya O'zbekiston kanaliga obuna bo'lishni o'rgataman. Bu kanalga obuna bo'ling hamda kunlik chet el davlatidan kelgan vakansiyalarni ko'ring. O'zingizga ma'qul kelgan vakansiyaga bemalol hujjat topshirishingiz mumkin bo'ladi. Unday bo'lsa, marhamat, sizga hozir kanalga obuna bo'lishni o'rgataman. So'ng Germaniyadagi to'liq bo'sh ish o'rinlarini sizga oylik maoshlari bilan birga aytib o'taman. Qani ketdik. Xo'p, o'ylaymanki hammada Telegram ilovasi bor. Mana shu Telegram ilovasiga kirib olganingizda bu yerda poyezd qidiruv joyi bor. Mana shu yerda bizni Migratsiya O'zbekiston botimizga kirishingiz mumkin kerak bo'ladi. Bu yerda kuchukcha belgisi katta K harfi bilan, qolganlari kichkina harfda kinolarni qidir bot. Ya'ni joy tashlamasdan yozasiz va mana bu yerda bizni botimiz kelib chiqadi. Botning ustiga bosganingizda bu yerda nachat, ya'ni boshlash tugmasi bor. Mana shu tugmani bosasiz va bu yerda bizni Migratsiya O'zbekiston Telegram kanalimiz chiqadi. Mana shu yerda Telegram kanalining ustiga bosasiz va bizga obuna bo'lib qo'yasiz. Mana shu yerda qarang. Buyuk Britaniya davlatlari, Slovakiya davlatlariga viza olgan fuqarolarning vizalari taqdim etiladi. Ya'ni mana shu fuqarolar viza olishgani haqida ma'lumot beriladi. Polsha davlatida bo'sh ish o'rinlari, Polsha, Slovakiya, Serbiya, Litva, Latviya davlatlari, qolaversa Germaniya, Serbiya, Slovakiya, Norvegiya, Buyuk Britaniya, Germaniya davlatlari haqida bo'sh ish o'rinlari bor. Bu yerda siz mana shu deylik Serbiya davlatidagi bo'sh ish o'rniga murojaat qilmoqchi bo'lsangiz yoki Litvagami, mana shu postga, vakansiyaga kirasiz. Bu yerda yoki telefon qilishingiz mumkin yoki mana shu yerda Telegram akkauntga kirib ularga murojaat qilishingiz mumkin. Mana salom. Xo'p, menga ishchi vizasi kerak Yevropaga. Bo'ldi. Ular sizga javob qaytarishadi va qanday hujjatlar kerakligini aytib o'tishadi. Bu yerda sizga qo'shimcha ma'lumot, bizni botimizga kirganingizda a'zo bo'ldim tugmasini bosganingizda sizga qo'shimcha chet eldan turib video qiladigan o'zbek fuqarolarimiz Serbiya, Germaniya va boshqa davlatlarning ishchi vizalari, u yerda necha pul topayotganliklari, u yerda oziq-ovqat mahsulotlari qancha, yashash uchun qancha, kvartira, ya'ni arenda puli qancha bo'ladi va u yerdagi oylik maoshlar, qaysi ishda qancha pul to'lanishi haqida video ma'lumotlar qilib joylashgan. U video ma'lumotlarni ko'rish uchun 140 raqamini mana shu botga yuborasiz va bu yerda sizga Serbiyada kuryerlik, bir kunlik ish va daromad, ya'ni kuryerlik qilib Serbiyada qancha pul topishingiz mumkinligi haqida aytib berishadi. Bu yerda yana 141 raqamini yuborsangiz
Germaniyada oziq-ovqat uchun bir oyda qancha sarflashingizni bilib oling. Mana shunday videolar bor va 142, 143, 200 gacha bo'lgan raqamlarni yozsangiz, siz uchun juda kerakli ma'lumotlar, chet eldagi ish o'rinlari, oylik maoshlari, oziq-ovqat va kvartira xarajatlarini hammasini aytib, yoritib berishgan. Xo'p, endi siz bilan Germaniya haqida videomizni davom ettiramiz. Xo'p, endi Germaniya haqida ma'lumotni davom ettiramiz. Hozirgi kunda aytdimki, 1 yil davomidan beri Germaniya davlati O'zbekiston fuqarolari uchun 50 ming nafar bo'sh ish o'rinlarini ochgan. Mana shundan 10 ming nafari to'lgan va 40 ming nafar bo'sh ish o'rni shundayligicha turibdi. Ya'ni raqobatning yo'qligi sabab bu nemis tilini biladiganlar juda kam. Xo'p, agarda siz nemis tilini bilmasangiz, bizni Migratsiya O'zbekiston Telegram kanalida nemis tili o'rgatib boriladi. Ya'ni 0 darajadan boshlab harflardan keyin ot, sifat, son, fe'l, ya'ni qo'shimcha gaplarni bir-biriga ulash, mana shunday video ma'lumotlar, video darslar bor. Mana shu darslarni o'rganib bo'lib, chet elda bo'lsangiz ham videodan kuzatishingiz mumkin. Agarda O'zbekistonda bo'lsangiz, o'zingizni 12 ta viloyatdagi shahar markaziga borasiz. U yerda O'zbekiston tashqi mehnat migratsiyasi tomonidan tashkil etilgan kasbga yo'naltirish hamda nemis tili til kurslari bor. U til kurslarida qatnashish uzog'i bilan 6 oy. 6 oydan keyin siz nemis tili sertifikati bilan ta'minlanasiz hamda kasbga yo'naltirish sertifikati ham bor. Mana shu ikkala sertifikatni olganingizdan so'ng aytaylik, Germaniya davlatiga ishchi vizasini qo'lga kiritishingiz mumkin bo'ladi. Bu yerda yosh chegarasi 18 yoshdan 45 yoshgacha. O'zbekiston tashqi mehnat migratsiyasi bilan bir narsani esga tutingki, til bilmasdan hech kim chet el davlatiga ishga keta olishmaydi. Xususiy bandlik agentliklari bilan esa elchixonalarda ayrim hollarda suhbat bo'lmaydi. Ya'ni til bilmasdan ham Angliya mavsumiy ishchi vizasi, Bolgariya yo'nalishlari bo'yicha siz ishga borishingiz mumkin bo'ladi. Xususiy bandliklarni afzallik tarafi til bilmasdan ham ishga ketishingiz mumkin. Va ikkala xususiy bandlik agentligi hamda O'zbekiston tashqi mehnat migratsiyasiga qilinadigan to'lovlar farqli. Ya'ni Buyuk Britaniyaga bormoqchi bo'lsangiz, O'zbekiston tashqi mehnat migratsiyasiga deylik $1,5 ming aviabiletlar ichida to'lov qilasiz. Xususiy bandlik agentliklarida esa bu narx $1000 qimmatroq. Ya'ni $2300, $2500 atrofida to'lov qilasiz. Til bilishingiz bu esa ahamiyatsiz ayrim hollarda. Xo'p, agarda siz Migratsiya O'zbekiston axborot faoliyati xodimlariga to'g'ridan-to'g'ri aloqaga chiqmoqchi bo'lsangiz, Germaniyada ish bilan ta'minlanmoqchi bo'lsangiz, bizni mana shu videoni tagida o'zingizni ismingiz, yoshingiz, hozir qaysi davlatdasiz va nemis tili, ingliz tili, rus tili, mana shu uchala tildan qaysi birini qay darajada bilishingizni yozib qoldiring va biz o'zimiz sizga aloqaga chiqamiz va sizga tavsiya beramizki, siz nemis tilini bilarkansiz, to'g'ridan-to'g'ri ishchi vizaga topshiring Germaniya davlatiga. Siz rus tilini yoki ingliz tilini bilarkansiz, mana shu soha bo'yicha xususiy bandlik agentligi deylik, Git Visa firmasiga hujjat topshirishingiz mumkin deb sizga ma'lumot va tavsiya beramiz va ketish xarajatlarini ham sizga aytib o'tamiz. Germaniyaga to'g'ridan-to'g'ri ishchi viza bor va Yevropa davlatlari orqali Germaniyaga o'tish viza turlari ham bor. Bu 2 yillik VNJ deyiladi. 2 yillik Germaniyaga yashash va ishlash huquqini beradi. Xo'p, ana endi ketish xarajatlari aytib o'tdim. Migratsiya O'zbekiston kanalini kuzatib boring. Agar yanada ko'proq ma'lumotlarni bilmoqchi bo'lsangiz, bizni Telegram botimizga 140, 141, 200 gacha bo'lgan raqamlarni yuborsangiz, u yerda Yevropa, Janubiy Koreya, Yaponiya va balki Kanada, Avstraliya davlatlaridagi havolalar, ma'lumotlar, yashash joyi, qancha xarajat ketadi, ketgungacha qancha xarajat, u yerdagi yashash, kvartira va qanday ish o'rinlari bor, ish o'rinlarida qancha oylik maosh olishingiz mumkin. Ya'ni o'sha davlatda bo'lib turib sizga va bizga ma'lumot bermoqchi bo'lgan O'zbekiston fuqarolarini video ma'lumotlarini ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Sizlar bilan dunyo migratsiyasi haqida ma'lumot beruvchi Asadbek Hasanov bo'ldi. Biz bilan qoling. Agarda kommentariyada yozib biz bilan bog'lanishingiz mumkin yoki Telegram kanalimizga obuna bo'lib, bizni adminlarimizga murojaat qilishingiz mumkin. Ko'rishguncha salomat bo'ling. Keyingi video ma'lumot Polsha va Buyuk Britaniya haqida.